O'rtoq biznesmenlar, muhim ma'lumot, o'zinglar uchun ma'lumot uchun bilib qolinglar, sababi foydali bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar 500 yevro. Hozir mana bankdan chiqib ketyapman, asablarim buzib, bilmasdim sababi bu haqida. 500 yevrolarni hech qaysi bank O'zbekistonda qabul qilmaydi deyishyapti. Sababi 500 yevroni eng ko'p podelka qilishar ekan va O'zbekistonda uni tekshira oladigan avtomat deyarli yo'q ekan. Ya'ni uni topshirib markaziy bankdan adashmasam tushuntirishganida uni ekspertizaga Yevropalargacha yuborish kerak ekan, undan keyin qabul qilish olar ekan. Endi o'tda o'ziga yarasha xarajatlari, muammolari chiqib keladi. Oddiy ketganda iloji bo'lsa O'zbekistonda 500 yevrolini olmanglar va qabul qilmanglar. Keyin bosh og'riq bo'ladi. Yo chetga chiqib ishlatish kerak, yo endi tanish bilish yo'q ko'chada maydalashga to'g'ri kelib qoladi. Eski dollar, yirtuv dollarlarni olganingizda ehtiyot bo'linglar. Sal yirtug'i, chizig'i, pechati bo'lsa 5% olib qolishyapti.